Ular agar bu idish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin o'ynash tugamaydi. Idishlarni o'zing kirladi, o'zing supursidir, endi o'tirdanib malaman deganingda hech bo'lmasa boringga qilib qo'yadi. Uy tozalik istaydi, bola ona meva istaydi, er ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam deganlar bu hol va asabingizda eng kulminatsion nuqtasi evingiz nima chachagini o'tirasan deganda bo'ladi. Shu paytda miyangizda nimadir portlaydi. Zamonga tashish bugi bilan asosam deb xayol qilasiz. Onalarga hatto kasal bo'lish ham mumkin emas. Axir sizda qildi joningiz bor-ku er test maqsad darrov vasiyatnoma yozishga tushadi. Dardimiz bir bo'lsa chetdagi yurakchani qiynamasdan bosib tiginingizga tez samolyotchani tushirib qo'ying. Kommentlarda dardingizni to'ston qilib o'tirmang. Babibsan hech kim eshitmaydi. Ular 2 bolali bo'lsa onalik rejimiga o'tadi. 3-chi bolada zombi holatiga. 4ta bolali bo'lsa yashab yurishni o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat bir marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikning orqasidan mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Ko'p bolali onalar bir dona tana, 8ta quloq, 9ta qo'l va uzib tashlangan nerv tolalari bilan yashaydigan super organizm. Ko'p bolali ayolning bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi. Bitta bola ayolga ona bo'lishni o'rgatadi. Bitta bola sabr qilishni, 3ta bola esa bosh og'rig'iga chidashni, bitta bola ayolni nerv tolalarsiz yashashga o'rgatadi. Ko'p bolali onani ko'rgach, voy bechara deb rahmingiz kelmasin. Ular eng baxtli, eng kuchli va eng kulgili ayollar. Har bir bolaning orqasida bitta qahramon bor. U ham hozir mana shu rejasini ko'rib, jilmayib o'tiribdi. Ko'p bolali onalarga jo'natib qo'yamiz.